Hozir sizlarga bir qiziqarli ma'lumot bermoqchiman. Arterial qon bosim, ya'ni xalq tilida davleniya bilan aritmiyani nima bog'liqligi bor? Aslida bu kasalliklar ikkalasi ikki xil nozologiya, ya'ni bir-biri bilan umuman aloqasi yo'q. Bitta davleniya bu qon tomirni muammosi, aritmiya yurakda bo'ladi. Lekin esdan chiqarmaslik kerak, davleniyani paydo qiladigan narsa bu yurak qisqarishi. Shunaqangi holatlar bo'ladi. Demak, yurak qisqarishi kamayib ketgani uchun, yurak har bir qisqarganda kuchli qisqargani uchun davleniya yuqori bo'ladi. Ya'ni yuragi 40 ta urgan bemorning davleniyasi 200 bo'ladi. Yoki ba'zi bir holatlarda yuragi 200 ta urgan bemorning davleniyasi 70 ga tushib ketadi. Mana shunaqa holatlar, ya'ni yurakning urishini to'satdan ko'payib ketishi yoki kamayib ketishi davleniyani o'ynatib yuboradi. Bunaqa holda davleniyani davolash eng katta xato hisoblanadi. Ya'ni yuragi kam urayotgan bemorning davleniyasini har qanday dori vositalarini bering, davleniya tushmaydi. Chunki bu kompensator, ya'ni himoya reaksiyasi. Organizmni to'liq qon bilan ta'minlash uchun yurak kuchli qisqaradi, shuning hisobidan davleniyani oshiradi. Agarda bu bemorni kuchli davleniya tushiradigan dorilar bilan davleniyasini tushirsangiz, kasalning ahvoli o'sha yerning o'zida yomonlashib qoladi. Yoki taxikardiyasi bor bemorlarni yuragi 200 ta 220 ta urib turibdi-da, davleniya 70. Bunaqa bemorga davleniyani oshiradigan dorilarni qilsangiz, demak taxikardiya yana ham kuchayib ketadi va kasalning ahvoli og'irlashadi. Ikkita aytgan holatimda ham, demak, yuragi kam urayotgan bemorni yurak urishini oshirsak, davleniyani o'zi tushadi. Yoki yuragi tez urayotgan bemorni davleniyasini oshirish uchun yurak urishini kamaytirish kerak. Shu hisobdan davleniyani boshqarsak bo'ladi. Bu qiziqarli faktni o'zida saqlab qoling va yaqin bemorlaringizda shunaqa muammo bo'lsa, ularga yuborib qo'ying.